Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Tayyor katovlarimiz xudo xolasa 3-4 katov qoldi. Bunda yana otapxonaga materialni yuboryapmiz. Xudo xolasa yangi bozor Bo'zqalag'a boradi buni. Panelni radiatorlardan ustunovka qilib beryapmiz. Mana 127 lik kondisionasi 3 stenka, yana ham bular 32 lik 2,5 stenka turbalayna. 25 lik kanallığı. Rastiski bilan deng oladi da 2,5 dan. Rastiski 208 oladi. Bu yana 2,5 stenkalik. Xudo xolasa tez atapxonasidan boshlaymiz buni. Do'stlar, dastavka qilib beryapmiz. Hozir xudo xolasa olib borib, yarab borganimizdan ko'rsatib, xudo xolasa video davomini qo'shib beramiz. Katovlayna merkezinden xudo xolasa durarsiz. Bir iki tayyor katovlarımız ama bularni bir 200'sini egasi bor. 220 lik yine 350 lik. Pastanadan 220 lik. 150 lik. Yani bu kraska xudo xolasa tayyor bo'lyapti yana. Gaz katovlarımız ham bor. Bunda yana shinekli katovlarimiz ham bor yana. Avtomat katovlarimiz. 220-250 kvadratlarni qizdiradi.